Voy. Mavarayın kışlıyım ne oldu? Xotinim Tyson so'radi. Tysonni fanati shekilli deb olib keldim. Xotin Tyson emas, Dyson so'ragan ekan. Öyle 56'lar hiç kaçan xotinından qo'rqmaydi. Ketdi nerede? Nerede gerek? Mana 2. Mana 4. Onangdan kirib oplading senchi? Oz bola yangi so'z o'rganadi. Somsaxonaga sous qilaman. Big'illataman. O'zing yaxshimisan? Og'zing sasiyapti. Meni og'zim hech qachon sasimaydi. Mana jag'iga nima qilgan? Ertalabdan limonli xurmo yegan ekan. Mana buni ochib ber. 56 zo'rda, bitta chiqqan. Sen biznes boshlading, nima bo'ldi? Buxgalter top, banka bor, u bilan shartnoma qil. Xullas yugur ko'p ekan. 56-yilda qolib ketishdingmi? Sal zamonaviy bo'lishgan. Paynet ilovasida xolis degan funksiya bor. 10 daqiqada Face ID orqali biznes yatib otsang bo'ladi. Indirjit o'zing qara. Tinmay big'illataman bularni. Ro'yxatdan o'tish onlayn. Ro'yxatdan o'tganingdan keyin biznes hamyon ochiladi. To'lovlar 0% komissiya bilan qabul qilinadi. Undan tashqari har bir operatsiya uchun 0% cashback beradi. Soliqlar, hujjatlar barchasi avtomatlashtirilgan. Barchasini Paynet ilovasi o'zi yuritadi. 1-yanvardan yatitish uchun soliqlar 1% bo'ladi. Xavotir olma, barcha ma'lumotlar va hujjatlar kabinetda saqlanadi. Voy, rasul zohraklam ekan, kirolmay yotibman. Ishlaringda bitta xotinni qo'ymaydigan men ekanman. Yurish bizga o'tiramiz. Aniqmi? Aniq. Ayasi, jonim, sharmanda qilmagin. Aldaysan-ku, Sardor. Xotiningdan qo'rqasan-ku. Kankillataman. Mahallani obodonchiligiga qarash. Shu kimdir mahallada nos chekyapti-da, mana shu ushlab olsam ambulatoriyaga admin qilaman. Hamma joy nos bo'lib ketdi. Toroningdan qo'y yag'la. 86 nechi? Mana kelyapti. Kelyapti. Yaqinda kelyapti mana. Qaytib o'yin o'ynaganlaringni ko'rmay tushunishdingmi? Ruchkani zapas bilan burningga chertiyman. Katta bo'lganda ota-onani baqadigan bolalar bo'lishgan. Tushunishdingmi? Hozir uyga borasanlar, kitob o'qiysanlar. Qochmarsa kelyapti. Ya, hamma kam jo'ra, qayerga ketyapsan? Salom raislar, yaxshimisiz? Necha yildan beri o'qishga kira olmayman. Yana repetitorga ketaman. Cho'm internetga kirasanmi? Ha, Instagramga kiraman. Kirasan, ani qiyshanlagan figurasini maqtaganlarni ko'rasan-da, gunohni biton qilasan. Undan ko'ra UBS yangiliklarni ko'r mana. UBS universiteti yil brendi deb topildi. UBS universiteti AQSh va Koreyaning nufuzli oliygohlari bilan hamkorlik qilyapti. Talabalar o'qish amaliyotini chet elda o'tkazishi mumkin. Keyin 2 ta diplomga ega bo'lishadi. UBS universitetining Namanganda 4 ta binosi bor. Toshkentda ham filiali bor. Hozirda 20 mingdan ortiq talabasi mavjud. Sen ham ashakka o'qishga kel. Shu mahallada kimdir nos chekyapti, hamma nos olib ketdi. Ishqib sen chekmaysanmi? Yo'q, rais bu. Oyog'i bilan o'likdi kelyapti. Gapirganingda. Nos chekmayman, rais bu. Rosa bir nos chekadigan havo bo'lyapti, bir chekim ber. Siz ashimi pesho. Taqdir bitgan yuragimda